Canavar to'xtatib qo'yinchi polvon. Ana akalarim. Jonivori bo'ynining uzunligi, qosh qovoqlari, forma bichim xullas go'zalidan hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun akalar. Farg'ona Marg'ilondamiz. Inshaalloh bugungi akalarim 3 ta minga ot, bitta yana yaxshi o'spirim bor. O'sha to'ydan chiqishni boshlabdi. Alloh nasib qilsa shuni bor-borcha ko'rsatamiz, barcha ma'lumotni olamiz. Like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yasizlar akalarim. Xato kamchilik uchun oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Bismillah deb boshladik. Mansurbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Islom onaga yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi aka? Allohga behisob shukr. Kelayotgan Ramazon oylari bilan. O'zingiz ham aka, barcha obunachilaringizni ham Ramazon oyi bilan tabriklaymiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Hammaga xayrli bo'lsin, ha? Xayrli bo'lsin aka. Alloh kuch-quvvat bersin. Mashalloh deb bittadan kommentariya qoldirib, like bosib qo'ysin. Shu xalq uchun, ot ishqibozlari uchun xizmatdamiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Jigar nechta bugun? 4 ta, ha, jamiga. Xudo xolasa 4 ta otimiz bor. 3 ta mingisi. 3 ta mingisi. U toyimizni ham shu jiyanlar mini turishibdi. Yuvoshligi O'rgatib qo'yishdimi? Ha, ancha ko'z tegmasin. Jigar, nima deymiz? Oq tulporda. Tulpor mana obunachilaringizni ko'rsatingchi. Yo'qsa kelar inshaalloh. Polvon qaytib qo'y. Xudo xolasa. Akalarim, u polvoni bor, to'riq, burnash. Bu ovqatimiz ham, xo'p, yoshi nechi bor jigar? Qo'l to'xtatadi. Buni yoshi Islomxonaga 8 yashar bo'ldi. 8 bo'ldi. 8 dan oldiga yuryapti. 8 ga to'lib, Yil hisobida endi 9 deylik jigar, ha? Bu yilga 9 ko'ki. Inshaalloh. Bu hamma yo'q sinovli otmi, 7 ishtilari. Xudo xolasa yuvoshligi hamma yo'g'i bexijolat aka. Janovar. Nuqsoni yo'q. Nuqsoni yo'q. Ha, hamma yo'g'i janovar oyoq qo'li Mana akalar. bexijolat. Bu menimcha jigar arg'ina, bir anglishami, nimadir bor. O'sha angliskiga Yevropa chatishgan bu. Akalarim, omma forma bor, janovar. Uncha otda yo'q, ko'z tegmasin. Formasi dadil aka. Ishqibozlari o'zlari biladi. Ha, ko'z tegmasin. Uloq-fuloqlarga solib ko'rdingmi? Ha, solib endi hali chirak uloqlarga ishga solib ishlatib ko'rilgan. Yaxshi, xudo xolasa. Zadni qayta shunaqa yo'q, unaqa narsalari yo'q aka. Sizlarga ham mehmon endi bu? Ha. Mana akalarim, endi bor-borini aytgan yaxshi akalar. Ha, borini aytib sotamiz, Sulomxon aka. Nechi bor jigar balandligi? 170 ta yon berdi. 165 plus deyveraylik, Sulomxon aka. 65 üstü. Ha. Ko'z tegmasin. Mana akalarim, qalinligi yaxshi ekan jonivor, forma bichimlari. Plus yaxshi, endi bir so'z bilan aytganda, kami ko'si yo'q, oyoq qo'li butakan. 7 ishtisa muammo yo'qmi? 7 ishda muammo yo'q. Polvon qaytib qo'yim yo'q. Bir haliga tishlab, tepish, yomon xarakterlar yo'q. Narsalar yo'q. Oxiriga xudo xolasa xijolat qilmaydi. Janovar bexijolat. Mana akalar. Janovar. Yuvoshligi o'ta yuvosh. Tarbiyasi joyida. Alloh uchun boqaman degan akalarim bo'lsa o'rayotganda. Xudo xolasa mana shu Alloh uchun deb olgan odamga kelishtirib yo'lida qilib beramiz aka. Narxini ham. Ha, narxini. Mana akalar. Jonivor tuyoqlarni yaqin ko'rsating. Jigar bir nuqson yo'qmi, axir ishiq, og'riq? Yo'q, unaqa narsalar muammosi yo'q. Muammosi yo'q. To'rimchasi sog'. Hamma yo'g'i sog'lom. Taqiga ham yaxshi ekanmi? Ha, hamma yo'qlari joyida. Mana akalar. Xullas, nima deymiz endi nomini? Nomi bormidi yo qo'yaylikmi? Buni oq bulut nomi aka. Oq bulut? Gap yo'q. Bo'laveradi. Menimcha usti ham yaxshi akalarim. Buni opog'im oq kaptaram deb turadilar. Nima deysiz? Oq kaptar deb turadi. Oq kaptar. Akalar nima deymiz? Forma bichim go'zal, endi bir ot bo'lsa shunchalik akalar. Jigar narx-navosi endi mana sezon tugadi. To'xtatib turaymi polvon? To'xtat, keyin bostirib qo'yasiz. Bir kelishtirib ayting narxini. Elga tushadigan qilib yaxshi kunlardamiz. Islomxon aka buni hali 5000, 5,5 ming yo'q narxlar. Xudo xolasa bu otimizga $4100 $4100 kam. $4100. Ha. Hali xayr baraka bor. Xayr barakasi bor. Kelishtirib beramiz aka. Bo'laveradi. Akalarim, bundan buyoq mana o'sha yoz dam olish maskanlari o'sha ishga tushadi. Shunaqalar olishsa ham bor-ku. Ha? Linaga qo'ygan. Xudo xolasa mazaq. Hali ayniqsa hali fermasi bor. Hali moli ko'pgina akalarimiz bo'ladi-yu. O'sha akalarimizga hozir yana bitta ot qo'yamiz. Mollarini tomosha qilib, minib yuradigan otlarimiz ham bor. Ko'z tegamiz. Jigar endi bosib qo'y. Mana akalarim, aytiladigan narxi $4100.
Xudo xolasa xayri barakasi bor. Yaxshi kunda turimiz inshaalloh akalarim. Narxida tushib berishadi. Xo'p. Yoshi bahor 9 qaytamiz polvon. Qayting polvon. Balandligi 1.65 plus akalarim. Dadal endi 1.70 chiqmasligi aniq. Bo'ynini uzunligi, qosh qovoqlari, yurish turish yaxshi ekan akalar. Jigar narxida kelishamiz, ha? Narxini Polvon olib keling. To'ra otni olib kelavering. Bosing oq otni olib. So'roqni olib keling. Ana akalar. Oq bulut. Oq kaptar desa ham bo'laverar ekan. Xullas biznesga ham tushadi akalar. Shunaqa parklarga, shunaqa joylarga qo'yib pul topishga menimcha yaxshi. Zardasi boridan Islomxon aka. Aha. Yine hali formalari ham bir go'zal. Adil aka. Ko'rsatmasin. Polvon qaytib qo'yinchi. Qayta. Bu jigar menimcha Rossiya ham deyman, ha? Bu Rossiya. Haqiqiy o'sha toza Rossiyadan. Ko'rsatmasin. Buni qanaqa endi bir ma'lumotlarni bering. Buni ma'lumotlari Islomxon aka buni uloqlarga kirib turibmiz. Bu zatni batnisi yo'q. Xudo xolasa ish ko'rsatyapti. Yaxshi. Ko'rsatmasin. Mana otga ham o'z baho bering. Eng muhimi tarbiyasi. Tarbiyasi yaxshimi? Juda esli yuvosh. Hali odamga nama pamasi yo'q. Xudo xolasa bexijolat. Bolachalarga ham ishonsa bo'laveradimi? Yoshli bolachalarga ham? Yosh bolachalarga ham mindirib, bir hani achchig'i yo'q, anaqasi yo'q. Xudo xolasa xijolat qilmaydi aka. Yomon xarakteri yo'q. Yo'q, yomon xarakteri yo'q. Orqasini yaxshi bosar ekan akalar. Polvon to'xtatib turing, men yaxshi ko'rsatib qo'ying. Mana akalar. Qosh qovoqlari, ulas oyoqlarini ham ko'rsataylik. Bu rossiyskiy akalarim. Ammo polvonligi yaxshi jonivor. Mana oldilari, qosh qovoqlari. Yaxshimi? Bir haydab ko'rganni. Ha, xudo xolasa xijolat qilmaydi. Zardasi bor. Zadni padni yo'q. Yo'q, zatni padnisi yo'q. Odamga yaxshi yuvosh, ishlab tepish yo'q. Bexijolat. Buni jigar narx qanaqa bo'ladi? Ya'ni baquvvatligi ham bir obunachilar ko'rib baho bersin. Mehnatini qildik, boqdik. Mashalloh deb qo'yishsin aka. Sababi bo'ldi. Ha, sababini qildik. Mehnat bo'ldi. Mehnat bo'ldi. Inshaalloh endi bu yog'i Alloh natijasini bersa, ha, xudo xolasa. Menimcha uloqqa moslovsa bo'ladi. Ha, uloqqa tarbiyasini rosa 100% basta. Buni borni aytaverish kerak. Lekin mayda uloqlarga solib, Xudoga shukr xijolat qilmadi. Muhimi boryaptimi, qaytishi? Boryapti, yo'q, orqaga qaytishi yo'q. Yoshi qanaqa? Buni menimcha nargindan yoshi yoshroq. Buni yoshi 6,5 yoshdan o'tdi, 7 yoshga sakrayapti aka. 6 yoshdan o'tdi. Endi agar bu Rossiyada tug'ilgan bo'lsa, iqlim hisobiga sal kechikroq bo'ladi Rossiya tomon. Avgust shunaqalarga boradi-da. Bizda endi mana Qirg'izistonda ko'proq may. Mana akalarim. Xullas bori shu ekan. Yoshini 7 yoshlarni ham bir ko'rsatib ko'ramiz, to'g'riga mana. Qani? Otishga bo'ladi. Mana akalar. Gajjim tur jonivor. Mana. Bo'laveradi. Yuvoshligi o'ta xijolat. 1.55 dan baland. 55 usti. Ha, 55 usti. 60 ga borib bormaydimi? 60 ga borib qoladi. Plus minusini bor, aytavering. 55 ustiga beraylik. Mana akalarim. To'rmuchasi yaxshi ekan. Xullas 7 ishtiga gap yo'q. 7 ishtida muammosi yo'q. Jigar narxni ayting endi bir. Buni ham kelishtirib. Buni narxini mana oldi qochdi yo'q, dangalini aytaylik. Alloh uchun boqib, hali maza qilaman degan odamga bir yurgizib qo'ying degan. Bosing polvon. Nech pul aytamiz? 3,5 ming qo'yib beramiz. $3,500. $3,500. Kami bo'ladi. Bu yoqqa qaytib qo'ying polvon. Kami bo'ladi. Hali minib boqib maza qilishsin aka. Sog'liq uchun, Alloh uchun, ha. O'g'illarni bir shuni ustida yurib boqish ekanda bir duo qilib qo'yishsa bo'ldi aka. Xudo xolasa. Akalar, chop turmaymiz. Sababi asfalt. Bilasizlar, siyg'anadi. Buni ustiga taqasi bor ekan. Bir chopib yengilligini ko'ramiz desa, kelib chop ko'rsa bo'laveradimi? Ha, bemalol, bexijolatsiz dedi. Bo'laveradi. Akalar, xullas $3,500. Bahor, yoz deyilgani 7 yosh, 1.55 plus 7 ishtisi, xullas kuchi yetgan joyga uloqga ham kafolatni berishar ekan akalarim. Forma bichimi yaxshi, oyoq qo'li yaxshi ekan. Polvon, bosavering, yangisiga qiziqamiz. Olib chiqing. Olib keling. Sekin. Jonivor. Kela qoling-chi. Bunisi ham dadil ekan. Forma bichimlari yaxshi ekan. Qachti bo'yi birda ekan akalarim. Otlarimizni oxirida muammo yo'q aka. To'g'on aka. Xudo xolasa bexijolat. Bu ham Rossiya. Bu ham Rossiya aka. Polvon qaytib qo'ying-chi.
Bo'l, to'xtatibdi. To'xtating. Mana akalar. Nechi bor? 7, 8 bormi? Ana shunaqa 7 yasharga beraveramiz aka buni. 7ga. Aha. Hmm. Mana tishlarni ham ko'rsatib beraylik buni ham. Mana tepadagi ozg'ini. Alamang. Mana akalar. Tushunganlar ko'rib olaveramiz. Xullas oyoqlari. Ana orqasi shunaqami o'zi? Yo'qolib qolsa topshirsan ekan. Ha, o'zi rangi bilan. Jonavor. Svetnoy ekanda jonavor. Ko'z tegmasin. Mana akalar. Polvonchidan chip tomonga. O'z karra ekan yo sovda turib qoldi. Yo'q, o'sha bitta xonamiz ichi sovuqroq Polvon qaytib qo'y. Shior bu. Sekin. Uloq-uloqlarga solib ko'rdingmi? Ha, uloqlarga ham buni ham soldik. Ha. Yaxshi. Borishlari bormi? Borishlari bor. Bo'ldi, polvon, to'xtating. Mana akalarim, qo'shqoqlarni yaqin ko'rib olinglar. Degan yurg'izib bostirib ko'rsatdim. Mana forma bichimlari. Xullas, birinchi o'rinda akalarim oyoqlari. Oyoqlari sog' bo'lsa, xudo xolasa, unchimchisini keltirib olsa bo'ladi. Tarbiyalari yaxshimi? Endi asosiy o'sha tarbiyasidan. Salmon aka. Bu ishlab tepish. Ha. Buni tarbiyasi oson emas o'zi. Otni hammamiz ham gapiraveramiz. Tarbiyasi oson emas. Shunday. Odamga yomon xarakteri yo'q. Yo'q, unaqa xarakterlari yo'q. Xudo xolasa ayol kishi qaraganda xijolat. O'shanaqalar muammolari chiqsa, gap so'z yo'q, otni qaytaramiz. Bo'ldi, jigar laz. Bu nech pul bo'ladi endi polvon? Buni oxiriga bir bonus bo'lsin. Bunga 3200 berishsin aka. 3200 dollar. Xayr barakasi bor. Kelishtiramiz. Kelishtirib beramiz aka. Qo'lingizni bering. Yaxshi kunda turamiz. 200 ni olib tashlaysiz, 3000 dollar aytamiz, yana o'tib berasiz. Dangalchiligi 100 ni olamiz, barakasini bersin. 3100. Shu ot qilib ot boqaman deganga endi ag'ini mayli obunachiga o't beraman aka. 300 ga kelishamiz. Ha, kami bor deylik. 3100 dollar. Akalarim yana 100 dollar kam bo'ldi. Kelib qo'lini ushlab shu bolani dangal talash tortish olinsa barakali bo'ladi, xudo xolasa. Xayr barakasi bor. 3100 dollar. Yana kami bor, hozir bitta erkatoy bor oxiri. Erkatoyimiz bor. Olib chiqib ko'rsatib qo'yamiz akalar. Polvon bosaver. Mana akalar. Yoshi 7 bu. Aha, 7 yosh. Mana balandligi bir 55 plus. Shunaqa. Akalarim, meni yurgani ham sog'liqqa ham yaxshi ekan. O'zi anchagina go'shi bor. Go'shiga chamalab hisobini qilib olsangiz ham bo'laveradi akalar. Xo'p. Mana akalarim. Qo'yam polvon. Aka, xudo xolasa mana shu may oyida 3 yashar bo'ladi. 3 yashar? Aha. Jonavor juda erkatoy. Ha. Qani chudanchi polvon? Oh. Mashalloh deb qo'ysiz, Islomxon aka buni. Ha, ko'z tegmasin. Yengilmi? Xarakterlari, yurish turishlari? Xarakterlari juda esli. Ha. Aka, bu toyda otni tarbiyasi oson ish emas aka. Ot bo'lib tursin, buni bu tarbiyasi yo'q bo'lsa, juda qiyin. Endi buni hali bola narsa ekanda, polvon tarbiyasini keltirish kerak-da. Haqiqiy erkatoydan Islomxon aka. Ko'chat ekan hali. Mana akalarim, rossiyskiy bularni bilasizlar. O'zini holatiga yarasha og'ir yengil bo'ladi. Endi to'g'risiga bulardan qorabayir xarakteri. Qadam tashlashlari ham juda bo'ladi. Qorabayir harakatini kutmaysizlar akalar. Ko'z tegmasin. Tishini ko'rsatarmikin? Ha, tishlarni ko'rsatib qo'ying chiqani. Kecha polvon. Mana. Akalarim, tishlarni endi xudo xolasa may oyiga 3 yashar bo'ladi aka. Egar bosilibdi-da? Ha? Egar bosildimi? Egarni bosib, jiyanlar dita menga qilishibdi buni. U yuvoshligi bexijolat aka. Yeb chiqqanda yeb ichishi. Yeb ichishi mana otni badani aytayapti-yu, bexijolat. To'xtatib turing, mana akalar. Yaqin ko'ra olaylik. Tuyoqlarga ozginagina mehr beradigan ekan akalarim. Xudo o'sha mana menga qilsa ham bo'laveradi bularni. Xudo xolasa meni o'rgatish kerak, tuyoqlarni bir oldirib chiroyli qilib taqalatib. Nechi bor jigar balandligi? Balandligi 150 chiqsa kerak, xudo xolasa. 150 dadil bor, xudo xolasa. Biz sal pastroq qilib aytaveraylik buni. Maqtab, hali yolg'on aralashtirmaydi aka. Oshig'i bonus bo'lsa. Oshig'i bonus bo'lsa. Olgan odam xursand bo'lsin, Islomxon aka. Xudo xolasa. Mana akalar, dadil bor 150 xudo xolasa. Dadil. Buni nima deymiz endi narx-navosini? Polvon. Bitta ko'rsating. Ha, jonavor.
Qancha aytamiz? Maza qilishadi. Hali kichkina ot bo'lmaydi buni kelajagi. Ha, xudo xolasa. Ha, janob. Ko'z tegmasin. O'ziga yarashur bo'ladi. O'ziga yarashur bo'ladi akalar. Endi narx qiziq, polvon. Buni narxini Islomxon aka Yaqin yopishtirib, kelishtirib. kelajagi bor. Buni Mhm. ota-onasi ham hali bunaqasi bor-da, xullas. Biz hali ana qilib yetalab kelavermaganmiz buni. Ha, Ot boquvchini ham o'ylaymiz. Nimaga? Biz ot boqamiz, qadriga yetamiz. to'g'ri aytasiz. Buni boqish oson emas. oson emas-da, jigar. O'shaning uchun ot boqish oson emas. Bu ham Biz ham bitta katta qadriga ro'zg'or, yetib, katta ro'zg'ordir. surishtirib, Ha, tayini surishtirib, u ot boqadigan odam chuymaydigan qilib, biz ham o'shani hamma yo'qda hisobini olib olamiz. aha. Buni $3600 hay barakasi bor. 3600. Aha, Kami bor. kami bor. Kelishamiz. Ustida gaplashamiz. Ha, ustida gaplashamiz. Kelib ko'rib olishamiz, Ha. ha? Yo, xohlashsa, u dastlabki anaqalarimiz ham bor. Kelishib qolsa. Ha, butun O'zbekiston bo'ylab Ha. kelishib qolsa qilib beramiz aka. Bo'laveradi. Akalar, xullas may oyiga chiqib uchrashar ekan, 150 dadil. Oyoq qo'li but, nuqson yo'q. Mingi sanchumchi kepti. Faqat endi chiroyli qilib taqalab olish kerak bitta akalarim. Mana o'sha holatni ko'rsatib qo'yamiz. Bu Rossiya. Polvon bo'ladi, yirik bo'ladi. Faqat endi qora bayrga o'shqa bo'laja, shipir-shipir yengilginaqa bir bunaqa bo'lmaydi akalarim. O'zini holatiga yarashur bo'ladi. Ha, Bosaveramiz. Xudo xolasa. Ammo datil bo'ladi, katta narsa bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'lsa. Yurovlari ham 3000 hali alayman emas, Islomxon aka. $3600 aytildi akalarim. Yana tushiladi, kami bor xudo xolasa, xayr barakasi bor. Egalar nomerlarini ekranga yozib qo'ydim, aloqaga chiqarasizlar. Yaxshilik ulashib qo'yamiz akalarim. Polvon, savdoga baraka. Alloh xayrli qilsin, barakasini bersin. Ammo yaxshi qilib tushib berasiz. Ha, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Inshaalloh. Mashalloh deb kommentariya yozib, otish qilibsizlar. Ha, Bittadan like bosib ketsin aka. bo'ldi. Bosishadi xudo xolasa. Biz obunachilarni qimmat cheksiz jigar. Bosaveramiz akalarim, sog' bo'lasizlar. Xato kamchilik uchun uzr. Chiqarilish yakunladik. Yaxshilik ulashib qo'yasizlar akalarim. Hammaga yaxshilar nasib qilsin.